Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərdən qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qədəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitayğa qarşı namoyish qilganlarni erkinlikka chiqarish chaqiriqlari davomlashmoqda. Bir necha ay burun Qozog'istonda Xitoy bayrog'ini ko'ydirib namoyish qilganligi uchun qo'lga olingan, ustidan ariz sunilgan namoyishchilarni erkinlikka chiqarish chaqiriqlari davomlashmoqda. Bultur 11-ayda Qozog'istonning Olmuta shahridagi Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonda bir turkum fuqarolar Xitoyga qarshi namoyish o'tkazib, Xitoy bayrog'i va Shi Jinpingning suratini ko'ydirgandan keyin namoyishchilar qo'lga olingan edi va keyin 19 kishi planli holda taratqular orqali milliy o'chmanlik qo'zg'ash degandek sabablar bilan ayblangan edi. Ayni vaqtda namoyishchilar maqsadining Xitoyning Qozog'istondagi kengaymichiligiga qarshi chiqish va Sharq Turkistonda Xitoy tarafidan tutqun qilingan izdiriki bo'lmagan bir Qozog'iston fuqarosi uchun ovoz chiqarish ekanligini bildirishgan edi. Mazkur namoyish va namoyishchilarning taqdiri xalqaroning diqqatini tortib, ko'plagan axborot organlari ularning taqdiri namoyishning orqa ko'rinishi Xitoyning Turkiston Jumhuriyatlaridagi ta'siri haqida xabar e'lon qilgan edi. Aloqador xabarlarda ma'lum bo'lishicha, namoyishdan keyin Xitoy diplomatik vositalar orqali Qozog'istonga norozilik bildirgan va besim tushirgan. Kuzatuvchilar bu voqeaning Qozog'iston doiralarining o'z fuqarolariga qonuniy adolatni namoyon qiladiganligini yoki Xitoyning ta'sir kuchiga bo'ysunadiganligini ko'rsatib beradigan tipik misol ekanligini ta'kidlashgan. Navbatda ularni darhol qo'yib o'tish sadolari davomli kuchayotgan bo'lib, jazo lageri shohidi faoliyatchi Baxt Ali Nur silliq chaqiriq qilib, Xitoyga qarshi ovoz chiqargan namoyishchilarning Xitoy bayrog'ini ko'ydirganligining bu xil jazolarga loyiq emasligini, ularning darhol qo'yib berilishi kerakligini, inson haqlari tashkilotlarining buningga yetarli kuch chiqarishi kerakligini ta'kidladi. Xitoyning Turkiston Jumhuriyatlariga singib kirish harakatlarining kengayishiga ergishib, yerlik xalqning noroziligi borgan sari kuchaymoqda. Buningga mos holda Xitoyga qarshi namoyishlar, chaqiriqlar orqama-orqa o'tirg'a chiqmoqda. Trump Grenlandiyani biz qo'lga tushirmasak, Rossiya yoki Xitoy egilib oldi, dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Grenlandiyani qo'lga tushirish tahdidini yana bir qatim takrorlab, Amerikaning bu shimoliy qutb orolini qo'lga keltirish uchun oson yo'l yoki qiyin yo'l orqali harakat qiladiganligini aytdi. U 9 yanvar Oqsaroyda neft va tabiiy gaz shirkatlarining mas'ullari bilan o'tkazilgan yig'inda so'z qilganda Daniyaning Grenlandiyaga bo'lgan egilik huquqini rad qildi hamda Amerikaning aralashishini davlat xavfsizligi uchun zarur deb ko'rsatdi. Trump ular xolisun yoki xolamasun biz Grenlandiya masalasida bir ish qilamiz. Chunki biz qo'lga tushirmasak, Rossiya yoki Xitoy Grenlandiyani egilib oladi. Biz Rossiya yoki Xitoyning bizga qo'shni bo'lishini xohlamaymiz. Rossiya yoki Xitoyning Grenlandiyani besib olishiga yo'l qo'ymaymiz. Agar biz harakat qilmasak, dal mushundaq ish yuz beradi, dedi. Bu Daniya va Grenlandiya doiralari bilan kelishim hosil qilishni afzal ko'radiganligini, ammo kuch ishlatishning yanada bir tanlash ekanligini aniq aytdi. Bu Trumpning bugungacha Amerikaning Daniyaning Grenlandiyadagi egilik huquqini rad qilish mumkinchiligi to'g'risida qilgan eng kuchli oshkora bayonotlarining biri hisoblandi. Grenlandiya navbatda Daniya podshohligining bir qismi bo'lsa-mu, ammo ichki ishlarda o'z-o'zini boshqarish avtonomiyasiga ega. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen bundan ilgari Amerikaning Grenlandiyaga tajovuz qilishining Atlantik okean hamkorligi va necha 10 yillik o'rta xavfsizlik kelishimlarini o'z ichiga olgan hamma narsani oxirlashtiradiganligini aytgan edi. Suriya YPG terrorchilarini Halabdan qo'g'lab chiqarish uchun harakat boshladi. Damashq yangi chekinish muhlati bekitgan bir vaqtda xavfsizlik kuchlari YPG terrorlik tashkiloti a'zolarini Firat daryosining sharqiga qo'g'lab o'tish uchun koridor ochdi. Suriya Davlat mudofaa ministrligi 9 yanvar kuni vaqtliq o'q chiqarishni to'xtatish kelishimi kuchga ega bo'lib 6 soat o'tganda buzilgandan keyin PKK YPG guruhining a'zolari Halabdan Firat daryosining sharq qirg'og'idagi rayonlarga yo'tkiladi, dedi. Halab axborot idorasining xabariga qaraganda, ministerlik YPG terrorchilarining bir qancha soat ichida shahardagi mahallalardan chiqarilganligini, ularning faqat yenik tipdagi shaxsiy qurollarni olib mangdiganligini bildirdi.
Bu bayonot Damashq taraf bekitgan chekinish muhlati to'shqandan keyin e'lon qilingan bo'lib, doiralar bu guruhning kelishimga to'liq amal qilmaganligini aytgan. Suriya amaldorlari agar Firatning sharqiga chekinish amalga oshmasa, nishonliq harbiy harakatlarning davomlashadiganligini ogohlantirdi. Hukumatga qarashliq Al-Ixbariya televiziyasining xabar qilishicha, avtomobillar Shayx Maqsud mahallasiga kirib, YPG a'zolarini to'yish uchun Layramon aylanma yo'liga yetib borgan. YPG bo'lsa PKK terrorlik tashkilotining Suriyadagi bir qanoti sifatida bilinadi. Suriya Arab xabar agentligining xabar qilishicha, Halab bilan uning shimoliy yezilarini tutashtiradigan muhim Kastello yo'li rayonning bexatarligi va jamiyat amonligi kafolatiga ega qilingandan keyin qatnashga echib etilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.